uning dugonasi bilan sodir bo'lgan dahshatli voqea. Bu voqea hanuzgacha meni qo'rqitadi. O'sha paytda men hali onamning qornida edim. Uning dugonasi Tanya juda quvnoq, fe'l-atvori va uzun sochli, qora sochlari bilan tanilgan edi. U katta baland daraxt yonida yashardi. U yerda qarg'alar ko'p uya qurardi. Har kuni tushdan keyin ovqatlanish vaqtida Tanya ochiq deraza yonida o'tirib, yozning issiq shabadasida bahramand bo'lib ovqatlanardi. Lekin bir kuni barchasi o'zgardi. Bir qarg'a deraza tokchasiga qo'ndi va unga tikilib turdi. Ko'zlari uning ko'zlariga qadalib qimirlamas edi. Tanya uni och deb o'yladi va ovqat bera boshladi. Bu esa har kuni takrorlanadigan odatga aylandi. Avvaliga bu odatidek tuyuldi, ammo bir kuni kechqurun g'alati voqealar boshlandi. Tanya endigina dushdan chiqqan edi. Issiq juda kuchli bo'lgani uchun sochlari ho'l holda orqasiga tushib turardi. O'sha kecha uyda faqat 4 kishi bor edi. Tanya, uning amakivachchasi, amakisi va akasining do'sti. Ota-onasi esa boshqa shaharda operatsiya sababli yo'q edi. O'sha kecha u ovqatlandi, lekin ochligi to'ymasdi. Go'yo bir necha kundan beri ovqat yemagandek edi. Ertasi kuni u isitma bilan yotib qoldi. Isitma tushgach esa ahvoli yanada yomonlashdi. Tanya juda ko'p ovqat yerdi. Bir necha kishiga yetadigan darajada. Kechalari esa haqiqiy dahshat boshlanardi. U uy ichida yurib chiqardi. Muzlatkichini ochardi, shishalarni sindirardi, stullarni surardi, devorlarni taqillatardi. Go'yo u o'zini boshqara olmayotgandek edi. Shifokorlar buni uyquda yurish dedi, ammo oilasi bunga ishonmadi. Bir kuni onam uni ko'rgani bordi. Ko'rgan manzarasi hech qachon yodidan chiqmagan. Tanya xonasida 7-8 kishi uni zo'rg'a ushlab turardi. U shunchalik kuch bilan tipirchilardiki, uni tutib turish juda qiyin edi. Shu voqealar onamga juda qattiq ta'sir qildi. Ruhoniyning oldiga olib borishganda, ruhoniy uning yelkalariga qo'llarini qo'yib duo o'qiy boshladi. Duo o'qir ekan, Tanya juda qo'pol so'zlar bilan javob bera boshladi. "Hoy, sizlar nega buning ichidasiz? Sen kimsan?" "Men siz o'ylagan mavjudotlardan emasmiz. Bizga bu qiz juda ham kerak." "Nima uchun? Sizlar nechta ovozga javob berdingiz?" "Biz 7 ta ovoz, ya'ni 7 tamiz. Bu qiz bizga g'amxo'rlik qildi, bizni boqdi. Biz esa bu qizni yaxshi ko'ramiz. Biz bu qizni yer ostiga olib ketamiz. Agarda bizga to'sqinlik qilsang, seni ham o'ldiramiz. Yo'limizda nimaiki duch kelsa, ularni yo'q qilamiz, ammo bu qizni o'zimiz bilan olib ketamiz. Yopiray, chiq ichidan." "Hoy, bu tumorni ol. Bu tumor senga juda ham yaxshi asqotadi. Bu tumorni hech qachon yechma va hech qachon oila qurma. Oila qurish va farzand ko'rish senga juda fojia olib kelishi mumkin." Ammo Tanya hech ham bu so'zlarga quloq solmadi. Ular oila qurishdi. Oila qurgach, birinchi farzandi nobud bo'ldi. So'ngra 2018-yili yana farzand yana nobud bo'ldi. Ular esa so'ngra farzand asrab olishga qaror qildi. Ularning farzandlari hozirda juda ham yaxshi va aqlli bola bo'lib katta bo'ldi. Ular baxtli oila bo'lib hayot kechirmoqda. Ammo o'sha qarg'a hali hamon kelmoqda.